Abdurahmon Fozilov, o'zingiz kim deb o'ylayapsiz? O'zingizcha Amerikaga ketyapsiz-da. Hamma yoni mana bu yerda pachava qilib, hamma sizni gapirgan, bir nimalar degan, mendan so'ragan. Assalomu alaykum. Prosta mencha balam safarga chiqmoqchi edim, o'shanga sizdan maslahat so'ragani keldim, aka. Urgutdan topdim sizni, boru ketyapsiz. Ayb menda emas. Aka, hozir odamlar bor, nima deb o'yladi bilasizmi? Yo'q, qo'y. Bu variantni yozmaylik kommentariyaga. Azlar, joyning katta qopqog'i. Avtomobilda O'zbekistondan Xitoyning yuragiga ketyapti-ku. Qoyil qolish kerak. Men qarang, Xitoyga necha kunda borasiz? Xitoyga qat'iy ketyapsiz. Men necha kun ketayotganimni Farruhga aytadilar. Farruhga ham ma'lum. Bir o'zini qo'yib yuborish xato bo'ldi. Amerikaga aylatib keluvdim-ku. Endi Xitoyga ham birga boramizdik. Xudo xolasa 2 hafta. Albatta, Xargos, Urumchi, Ivin, Pekin. Ya subhanalloh. Eng oxirgi lokasiya Pekin, to'g'rimi? Pekinda выставка bo'ladi. Выставкani chiroyli qilib o'tkazib, mashinalarning eng zo'rlarini yoritib beramiz. Yana Toshkentga qaytib kelamiz. Xitoy ichlari juda uzoq yo'llarda. Mamtoy tochka pirashkaga aylanib ketmaydi. Aka, buni sababi bor, chunki biz Kai X7 gibrid avtomobilda ketamiz. Farruh kam bilan, xudo xolasa, mashina zo'r. Men bu reklamada qatnashmayman. Ham benzinda, ham elektrda. Juda ham yaxshi. Buni sinab bir hafta O'zbekiston test drive qilib, mana hozir Urgutgacha yana test drive qilib, mana mana shu mashinada ketamiz Xitoyga. 7 kishilik mashina. 7 kishi aka. Mana shu odamga bir ikkita non berib yuboring. Kerak bo'ladi aka. Anaqa. Royalni ham olib berib yuboring. O, ana bir yoshli royal beringlar bizaga. Mana aka, mashina olib bo'ldi. Yo'lda ichib, obunachilik tarqatib ketasiz. Yes aka, kelishdi. Aka, chanqislar, mana sizga zamzam suvli BioLife aka. Royal chaqirsanmi? Boshlab qo'yib yubormayapti, boru. Xiyonat qolsa. Kam shu ikkita non sizga. Rahmat. Mana bu narsani boru. Nimaligini hech kimga aytmaydi, tushundingizmi? O'zim ochsam maylimi? O'zingiz oching, bu o'ta davlat siri desak ham bo'ladi. Nima deb o'ylaysiz? Ortarasini bor. Kompyuterda qoldirishinglar mumkin. Aka, hammaga kerak muhim narsa. Bilasizmi nima deb o'ylayapman? Ha, Yugurtiradigan narsa bo'lsa kerak. Ishlatmasa bo'ldi. Duoda bo'lib keraklar. Joningiz qopqog'iga, bratga obuna bo'lib qo'yinglar va inshaalloh safarlar bexatar bo'lsin. Inshaalloh, rahmat. Shunga yarasha kontentlarni doda qilib beringlar. Zo'r qilamiz. Aka, hech kim ko'rsatmagan joylarni ko'rsatamiz Xitoyga. Bosamiz. Okalar. Markasdan chiqmasin. Kuzatadigan odamlarga jo'nab qo'ysanglar, birodarlar xursand bo'lishadi.